Assalomu alaykum samimiy moto obunachilar. Mana 2026-yil 18-iyul kuni sanamizda savdolarimiz davom etmoqda. Ushbu 1.2 modelimiz ham sotildi. Yozyovon tumaniga mana bu tomlarni qo'yib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Ajoyib zangi bo'lgan tomlarni qo'yib berdik. Dvornigacha, поворотниклarigacha bor. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Va ushbu 3 balonli mini skuterchamiz ham sotildi. Bu Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga sotildi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu avtomobilimiz ham sotildi. 1610 dollarga Andijon viloyati Izboskan tumaniga sotildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib bo'lgan, hamma tarafi yopiq bo'lgan, issiq bo'lgan turlar sotildi. Va bizda hozir ushbu dubl kabinalarimiz ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu dubl kabinamizdan hozir sotuv jarayonlarida egalari savdolashyapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ekranlarga raqamlar chiqarib qo'yamiz va like va podpiska bosishingizdan chiqmasin.